Telefon bilan qilgan har bir harakatingiz saqlanib qolishini bilasizmi? Google'dan qidirgan ma'lumotlaringiz, ko'rgan rasm videolaringiz, kirgan ilovalaringiz va veb-saytlaringizni barchasi saqlanib qoladi. Google YouTube brauzerini qidiruv tarixini tozalaganingizda bir tiyinlik foydasi yo'q. Barcha ma'lumotlar butunlay boshqa joyda saqlanadi. Hozir sizga bu ma'lumotlar qayerda saqlanishini va qanday o'chirishni o'rgataman. Ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi foydali videolarimni ham ko'rib borasiz. Ko'pchilik kommentariyaga yozdi, telefon rus tilidagisini ham ko'rsating deb. Mana sizlar uchun. Telefon nastroykasiga kirib, pastga tushib, Google'ga kirasiz. Google akkauntingiz ustiga bosib, управление akkauntim Google'ga kirib, pastroqda данные конфиденциальностьga o'tkazib, pastroqqa tushib, Moy действияga kirasiz va bu yerda barchasi chiqib keladi. Google'dan ko'rgan videolaringiz, veb-saytlaringiz, qaysi qurilmadan qachon nima ko'rgan bo'lsangiz, hamma shu yerdan chiqadi. Buni o'chirib qo'yish uchun eng yuqorisiga chiqib, bu yerdan История предложений va poiskaga kirib, pastga tushasiz. Отключить ni bosib, отключить и удалить poiska историяni bosasiz. Dalini 2 marta bosib, удалить ni bosib o'chirib qo'yasiz va bu yerdan chiqib, bularni ham shunday o'chirib qo'yasiz, bo'ldi.